Bloger bo'lsang nimalar bo'ladi? Shular eplaganda men eplanmaymanmi? Men ham bloger bo'laman. Blogerlikni nimadan boshlaysan? Bitta chiroyli fonga borib olasan, sekin videoni planni qilasan. Senga bitta operator kerak bo'ladi. Yosh bola bo'lsa ham bo'laveradi. Zato senda umuman pul olmaydi. Keyin yaxshilab o'ylab qarasang, senda telefon yo'qligi esingga tushib qoladi. Keyingi qiladigan ishing pasportingni qo'lingga olib, Texnouzga borasan. Texnouzdan bitta iPhone'ni sekin bitta pasport evaziga boshlang'ich to'lovga jichcha pulni berib, bo'lib berishga telefon olasan. Telefon olgandan keyin o'zingni vashi krutoy his qilasan, chunki endi sen blogersan. Shunaqa qilib kontentlarni boshlaysan. Hurmatli do'stlar, men vodiy bo'ylab aylangani chiqyapman. Tezda qomiylar aloqaga chiqinglar. Aylanishim davomida logotiplaringni futbolkamga yopishtirib olaman. Orqasi jichcha arzonroq, oldi jichcha qimmatroq. Blogerlikda oson deb o'ylab, umuman kontent qilmasdan reklama olishga umid qilasan. Senga lekin itam reklama bermagandan keyin do'konma-do'kon yurishni boshlaysan. Ular ham senga ishonishmaydi. Ba'zi telefonni krediti ham kelyapti. Nima qilishga ham hayron bo'lib qolasan. Men bloger edim-da, shu do'koningizni reklama qilib bersam bo'ladimi? Yo'q, o'zi yaqinda Qo'qonda bilan shepimga reklama qildirdim. Tanisizmi o'zinglarni? Yo, tanimas ekanman. Ular yangi bo'lsa kerak-da, biz eskilardanmiz. O'zi Instagramda blogerlardan kimni taniysiz? Men Cristiano Ronaldo bilan Selena Gomez taniyman. Qolganini to'g'ri taniy olmayman. O'z akkauntingni kecha ochgan bo'lsa, lekin eski ijodkorlarni yengil mensimay ham qo'yaverasan. Baribir past ketish yo'q-ku, oxiri nima qilishni bilmasdan majbur bo'lasan. 1200 ta obunachingiz bor ekan. Nech bo'linda reklamangiz narxi? Aka, istoriyamiz narxi bir bahonki bo'lgan-ku. Agar to'rtta tuxum qo'shib bersangiz, postama beraveraman. Nima bo'lganda ham hamma qo'lidan keladigan ishni qilsin ekanda. Paq